Tarixda Uyg'urga atalgan butxana. Abduvali Ayub. Uyg'urning taqdiri xon va g'ojamlar orasida o'zgarib turganga 1000 yildan oshdi. Sutuq Bug'roxondan boshlab musulmon xonlar hokimiyat so'rgan bo'lsa, Maxdum Azamdan boshlab ruhoniy g'ojalar iloyatga doir ishlarga yetakchilik qildi. Shundan keyin xonlar hokimiyatga, g'ojalar iloyatga vakil bo'lib qoldi. Xonlar hokimiyatni ajdoddan miros qolgan deb haqliq ko'rsatsa, g'ojalar nasabini payg'ambarimizga bog'lab, hokimiyatni tortib olgan va kishilarni ergashtirgan. Xon g'oja degan ikki so'z tarixda Uyg'urning taqdirini bekitgan ikki kuchning yodnomasi. Bugun Uyg'urning janubiy qantida xon xonim qizlarni, g'oja, ya'ni g'ojam o'g'illarni ko'rsatadigan hodisim bor. Bo'libmi Qashqar va Xotanda shundoq. Kuchliklarning g'ojam, ojizlarning xon deyilishi Uyg'urda atmiras xonlar bilan sirtdan kelgan g'ojalarning kuch selishtirmasida qaysi tarafning oxiri yengib chiqqanligidan bisharat berdi. Saidiya xonligi davrida dastlab xonlar g'ojalarga bayat qilib, ilohiyatga tava ishlarni shularga topshirgan. Ammo g'ojalar kuchi zo'raygancha hokimiyat ustidan fatvo bichishga boshlagan va xonlikqa ko'z tikkan. Saidiya davlatining xonlari g'ojalar guruhi bilan bo'lgan munosabatda hokimiyatga aralashganini yaklab, moslashganini yo'ligan. Ammo millionlagan kishilarning ruhiga qo'mondonlik qilayotgan bu g'ojalar tabiqisining kuchi biror boshlamchi bilan ojizlamagan. G'ojalar bilan kurashda hokimiyatga vakillik qilayotgan xonlar tarmar bo'lib, ilohiyatga vakillik qilayotganlar tashqi yordam bilan huquqni tortib olgan. Din da'vosi qilgan riyokor g'ojalar hokimiyat talashib ikkiga bo'lingan va Uyg'urni oqtog'liq, qortog'liq deb ikki sapga ayirib, 300 yilga yaqin davomlashgan ichki urushga so'rab kirgan. Uyg'urda g'ojalar hokimiyatni olgandan keyingi ahvollarni yozgan Molla Musa Sayrami Tarixi Hamidi degan kitobida xonlarning davlat chirig'i o'chgan, qalmoqlarning yordami ostida g'ojamlarning davlat chirig'i yongan zamondan boshlab, bu g'ojamlar ba'zida tariqatning zikr va fikr yo'li bilan ibodat qilib, Allohdan madad tilashga shug'ullansa, ba'zida aysh-shirat, nag'm-navo va choy bilan bazma qilib, nafsga berilib ketganlik uchun puhra va xaloyiqning ahvolidan xabar olmaydi. Ota-bolalardan tortib jay namozdan qopmay sajda, ibodat bilan umr o'tkazib kelgan g'ojamlar yurtdorlik, ya'ni hokimiyat ishidan va siyosat ravishidan xabarsiz edi. Shunlashqa puhralarning holi xarob va vayronchilikqa yuzlandi. Hatto ular uy makonlarida orom ololmay va turolmay jangal jazirlar qechib ketib kun o'tkazadigan darajaga yetdi. Kechalari maxfiy uylarga kirib topqanlarni g'izo tamoq qilib yeb, qozon tovoqlarini saqlay olmay, buloq va cho'nqur yerlarga tashlab, asla kishi ko'rinmay jinini saqlaydigan bo'ldi. Yurtdorlik ishlaridan toqatlar taq bo'lib, chidashqimi hech darmoni qolmadi. 130-131 betlar degan hasratlik chin qurlarni yozib qoldirgan. Kelgundi g'ojalarning kasobatidan xonlarning nasli qurgan, g'ojalarning jang-jidallari avjalgan. 1820-yillarga kelganda diyorimizdan 6 yoki 7 kishi biz bir qancha kishi xonning, ya'ni Chang sulolasi xoni xizmatiga borsak, arzimizni aytib chirik talab qilsak, agar chirik bersa biz shu iqlimga tava bo'lib, yiroq yaqin dushmanlardan qutulsak, bir iqlimga tava bo'lmay turib, yurtimiz obod, bola farzandlarimiz tinch amon bo'la olmaydi ekan degan qarorga kelib, kashlarni ta'turkib yo'lga ravon bo'lgan. 131 bet. Bu kishilar qo'shin boshlab kelib, Chang sulolasining vatanimizni g'ojalar qo'ldan qayta istilo qilishiga sabab bo'lgan. Bu 6-7 kishining Changga ko'rsatgan to'pisi bedeliga o'rda ularni va jamiyatidan bo'lgan kishilarni 7 shaharga amaldor qilgan. Ko'rlining Ushshaqtal degan yeriga ularga atab bir butxona selingan. Bu butxona shu chog'da ulug' uy deb atalgan bo'lib, ichiga shu kishilarning rasmi qo'yilgan. Xitoydan mansabga tayinlangan har qanday amaldor yoki shu Xitoyga ergishib vatanimizga kelgan Xitoylar bu yerda to'xtab, bu 6 Uyg'urga atalgan butxonada ibodat qilib, qog'oz ko'ydirib mangadigan qoidani bekitgan. 1860-yillarda bu butxona gum qilingan. 14-yildan keyin Ching hokimiyati diyorimizni qayta besib olganda, bu kishilarning avlodlarini tepib, ularga Wang, Gung, Baysi, Bayli degan amallarni bergan. Xalq ularni
Ваңғожам, Гоңғожам deb atashgan. Uyg'urga berilgan unvon Ваң Xitoycha shoh degan so'z bo'lib, Xitoyning nazarida ular podshoh emas, yerlik hukmron edi. Bu so'zning Uyg'ur tilida gang bo'lib o'zgargan shakli hozirmi qumulda qo'llanilmoqda. Diqqatni tortadigan nuqta Xitoy bergan Ваң, ya'ni shoh degan so'zning diniy tabiqa va dindorlar uchun ishlatiladigan xo'ja degan so'zga qo'shilib ketishidir. Bu bir so'zning qo'shilib ketishi emas. Xitoy vatanimizda yo'l qo'ygan hokimiyat bilan ilohiyat birlashgan tuzumning so'zda aks etishidir. Bu Xitoy bekitgan vanglar bilan kelgunda xo'jalar birlashib, Uyg'urlikni uxlatishdir. Tarixda Uyg'urning hokimiyatdan mahrum qilishi Stuq Bug'roxondan boshlangan xonlarning Saidiya davlati davrida O'rta Osiyodan kelgan xo'jalarga bay'at qilish natijasida o'tirib chiqqan. Diniy tabiqi bilan Uyg'ur hukmdorlar orasidagi xon-xo'ja ziddiyati falokatning beshidir. Xo'jalar xonlarning urug'ini quritib, hokimiyat surgan yillarda xalq mazhab qirg'inchiligida qilib, aromchilikka erisholmagan. Bu vaziyatda burun amal tutib, yurt so'rab o'tgan kishilar umidini Xitoyga bog'lab, ularning hukmronligiga sig'ingan. Xitoy Uyg'urlarni isloh qilgandan keyin bizni din bilan hokimiyat birlashgan Ваң xo'jalar nufuzi bilan boshqargan. Ваң xo'jamlarga Beyjingdagi xon saroyi ichiga ayrim o'rda va masjid selib bergan. Shundan keyin diyorimizni musulmonlar yurti, millatimizni sallalik musulmonlar deb atagan. Uyg'urning o'rniga Chantu, ya'ni sallalik musulmon degan so'zni umumlashtirgan. Uyg'ur nomi uchib, turk so'zi savossiz, qaloq, yovvoyi degan ma'noni bildiradigan bo'lib qolgan. Molla Musa Sayramimu kitobida Xitoyga bay'at qilgan 6 kishini tanqid qilmagan. Faqat musulmonlik maydoni turib, ularning nomiga selingan butxonaga nafrat bildirgan. Tarixdagi xon-xo'ja ziddiyati sababli vayron bo'lgan milliy birlik va oxirida muqimlashgan Ваң xo'jam, Beg xo'jam andisisi o'ylanishga arziydigan hodisa. Ваң Xitoyning mustamlikachi hokimiyatini aks ettirsa, xo'jam diniy salohiyatni bildirdi. Xo'jalarning xonlarni yo'q qilishi amaliyotda Uyg'urlikning tarmar qilinishi bo'lib hisoblandi. Diqqat qiladigan bo'lsak, 1884-yildan keyin Ching sulolasi vatanimizda o'lka ta'sis qilib, din bilan hokimiyatni birlashtirgan. Xitoyning Uyg'urlarga qo'ygan amaldorlari Tungan yoki Tunganlar orasida yashagan Xitoylardan bo'lgan va Uyg'urlarning diniga keng fursat yaratib bergan. Bu orqali Xitoy Uyg'urlarni biz ayrim millat emas, faqat musulmon, shunga bizni musulmon so'rayotidi degan tuyg'uga g'arq qilib, milliy ruhni bexutlashtirgan. Din va hokimiyat birlashgan, ilohiyat bilan siyosat bir gavda bo'lgan Ваң xo'ja andisisi ostida Uyg'ur degan nomning o'rniga musulmon degan nomning dastilishi to'limi ustulik bilan o'ynalgan o'yin. Chunki millat bo'lgankan o'rtaq tili, zimini, tarixi, urf-odati va hokimiyati bo'ldi. Buning o'rniga musulmon degan so'z almashsa, zimin, til, davlat davosi qolmaydi. Chunki dunyoda musulmonlar ziminning hamma yeriga taralgan. Musulmonlarning birlikka kelgan tili bo'lmaydi. Bir davlatda yashamasin bo'ldi. Bir ziminning varislik va mulk huquqini talashmasin bo'ldi. Musulmonlik ota-bovlardan miras qolgan kimlik bo'lmag'achqa, o'zini faqat musulmon deb qaraydigan insonda ajdoddan avlodga davom qiladigan o'rtaq tarix, o'rtaq odat va o'rtaq mijoz xarakterga bo'lgan mirosxo'rlik va uni davom qilish istikim bo'lmaydi. Ching sulolasi Uyg'urda va Tibetda diniy tabiqini hokimiyatga so'rab kirish orqali milliy ongni yo'qotgan. Ammo Mo'ng'ullarni undaq qila olmagan. Shunga Ching sulolasi gumron bo'lganda, Mo'ng'ul oqsuyanklar darhol mustaqillik e'lon qilib, milliy davlat qurgan. Uyg'ur va Tibetlar bundaq tepilg'usiz bir tarixiy fursatni qo'ldan berib qo'ygan. Ching xonadonidagi Xitoy hokimiyati tarixda bir qatim o'ziga taslim bo'lgan Uyg'ur bayatchilarga atab butxon selib xatolashgan. Ular vatanimizga yerlashib, Uyg'urlarning diniy hissiyotini tushungan va Uyg'ur madaniyatidan vaqiflangandan keyin tadrijiy o'yin o'ynab, hayvatlik butxonlar bor Beyjingga, hatto Gogung deyiladigan xon saroyiga Uyg'ur Ваң xo'jamlar uchun masjid solgan. Ular Uyg'urdagi bay'atchilar bilan dindor tabiqini hokimiyatga chiqarib, Ваң xo'jam, Beg xo'jam andisiz bo'yicha Uyg'urning dindorligini yuksaltib, milliy engini suslatgan. Kishilarning ziminiga bo'lgan mirosxo'rlik tuyg'usi,
o'rtaq tilga bo'lgan haqdorligi va milliy manfaatga bo'lgan fidokorlik ruhi suslab, Uyg'ur degan nom faqat Gansudagi siriq Uyg'urlarda saqlanib qolgan. Natijada 1912 yili Qing sulolasi vayron bo'lib, Xitoyda markaziy hokimiyat qolmagandimi, Uyg'ur Vang'ujamlar sulola tamg'isini toki 1931 yillargacha ishlatib kelgan.